bor sizlar bilan oyna ortida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xudo xohlasa mana shunaqa haftalik, kunlik ideyalarni bergan holatda sizlarga ham foydali bo'lishga harakat qilaman. Barchaga xush kelibsiz. Xo'p, hozirgi, ya'ni bu haftadagi GBP USD bo'yicha haftalik ideyalarni ko'rib chiqamiz va men hozir sizlarni mana shu oylik time frame'ga demak chaqirib qolardim. Oldinglarga bitta popkornmi yoki bo'lmasam chipsmi yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda bitta semechka deb qo'yadi-yu. O'shani qo'yib olinglar-da. Ana o'shandan keyin tomosha qilinglar, ozgina o'zaro bo'ladi. Prosta o'zim fikrimni bildirib o'taman. Xo'p, oy boshida ana shu o'quvchilar bilan mana shu GBP USD da analiz qilgan vaqtimda ularga ham xuddi shu o'zim fikrimni aytib o'tgandim. Ya'ni GBP USD mana bu holatda, ya'ni mana shu yopilgan holatda bizda faqatgina likvidligini yechib turib tanasi bilan xuddi shu maksimum darajadan demak pastda yopilib qoldi. Ana o'shani hisobiga katta ehtimol bilan keyingi harakat mana bu minimum darajalarga bo'lishi mumkin degan demak yo'nalishni bergan edim. Xuddi o'sha yo'nalish bo'yicha hozircha harakat qilyapmiz. E'tibor beradigan bo'lsak, hozir ya'ni double perch modeli, adashmasam bu modelni men sizlarga YouTube'ga chiqarib o'rgatdimmi yoki bo'lmasam o'rgatmadimmi, esimda yo'q to'g'risi. Anchadan beri YouTube'da aktiv emasman. Lekin mana shu holatga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda sell side darajalari birinchi yechildi va undan keyin mana bu nuqtadagi buy side, ya'ni equal high darajalarimizni yechgani keldikda va mana shu nuqtada demak tanamiz bilan pastda yopilib qoldik. Tushunyapsizlar? Ya'ni bu tanasi bilan pastda yopilish narxni, ya'ni mana shu bozordagi buy ishtirokchilarni potensiali ozligidan, ya'ni kuchi yetmaganidan bitta bizga dalolat bo'la oladi. Ana o'shani hisobiga double perch bo'yicha hozircha short kutyapman. Bizni hozirgi targetimiz mana bu nuqta hisoblanadi va bizda qisqa muddatli buy bor, lekin u buy qayerdan deydigan bo'lsanglar, narx hozir mana shu minimum darajani test qilgani kelganda, odatda narx mana shunaqa kuchli nuqtalarni bittada buzib o'tib ketmaydi, ya'ni ozgina qaytishi mumkin narx. Reaksiya olgan holatda, ya'ni kuch to'plab oladi. Ana o'shandan keyin narx pastga qarab turib, demak, buzib o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni oylik time frame'da olib qaraydigan bo'lsak, bizda umumiy demak bearish ssenariy bo'layapti. Xo'p, endi haftalikni ko'radigan bo'lsak, haftalikda qanaqa holatdamiz? Demak, bizda mana bu nuqtadagi minimum darajamizdan o'tgan haftadagi shamchamiz tanasi bilan pastda yopilib qoldi va biz kutayotgan target nuqta bu uzoq muddatli hisoblanadi. Kamida 2-3 haftada kelishi mumkin bo'ladi bu nuqtagacha. Lekin ana shu zonaga kelguncha ham biz xuddi shu ideya bo'yicha umumiy holatda demak short ko'rsak bo'laveradi deb hisoblayman. Va mana shu shamchalarga e'tibor beramiz, og'alar. Narx bizda xuddi shu maksimum darajalarda, ya'ni mana bu doji shamchamizdan yuqorida yopilishga bir necha marta harakat qilib ko'rdi va o'tgan hafta o'zidan oldingi haftadagi maksimum darajani tanasi nima deydi, yechib qo'ydi maksimum darajasini va mana bu nuqtadagi demak imbalansimizdan pastda yopildi, ya'ni qoida bo'yicha. Demak, bu bizga nimani beradi? Bir necha marta tozalanganimizdan keyin endi hozir keyingi haftaga birinchi target nuqta bu nuqtamiz bo'ladi va hozir biz short ko'rayotgan bo'lsak ham, ya'ni sell ko'rayotgan bo'lsak ham, baribir bizda order bloklardan reaksiya bo'ladi, og'alar. Ana o'shani hisobiga bizda narx xuddi shu nuqtani yechgandan keyin bitta mana shu order blok darajamizga chiqib turib, ana o'shandan keyin, ya'ni pastda yopilib berish kerak bo'ladi. Ya'ni bu nuqtani buzib o'tib ketish uchun keldilar. Mana shu narsani bitta vizualni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa harakat kutyapman. Demak, narx bizda tanasi bilan pastda yopilsin. Keyingi haftaga, ya'ni umumiy short ishlashimiz uchun, ya'ni sell ishlashimiz uchun yopilgandan keyin demak ozgina reaksiya olib turib yuqorida yopiladi, to'g'rimi? Undan keyingi haftada, ya'ni keyingi haftaga narx bizda, ya'ni shamchamiz ochiladi
va mana bu nuqtada bizda уже order blok shakllangan bo'ladi va ana shu order blokdan bitta reaksiya ko'rishimiz mumkin bo'ladi va undan keyin pastga qarab turib ketamiz. Ya'ni oylik time frame'dagi ana shu pastdagi minimum darajamizdan reaksiya bor edi yuqoriga qarab turib keyingi haftaga bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bugun 29-kunda turgan bo'lsak, ya'ni hozir Koreya vaqti bilan 30-kunda turibmiz, O'zbekiston vaqti bilan 29damiz. Keyingi haftaga demak xuddi shunaqa ssenariy bo'lgan holatda pastga qarab turib yurishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda kunlik time frame'ga olib o'tadigan bo'lsak, kunlik time frame'da endi nima kuzatishimiz mumkin? Bizdagi o'sha o'tgan haftani maksimum darajasini demak yechilishi va undan tashqari bu yerda yig'ilib qolgan equal low, ya'ni ikkita teng minimum darajalarimiz narxni o'ziga juda ham chiroyli magnit sifatida tortadi. Keyingi haftaga qanaqa bo'lishi mumkin? Bizda demak gap bilan ochilishi mumkin narx, ya'ni gap bilan ochilgan holatda bum pastga qarab turib bitta harakat qilib qo'yadi. Chunki mana shu dunyodagi bo'layotgan ana shu notinchliklar, xuddi shunaqa sabablar agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar juda ham yomon ta'sir qilyapti bozorga. O'shani hisobiga biz kutgan nuqtaga kelmagan holatda bam bitta pastga tushib turib, demak o'z harakatini pastga qarab turib davom ettirishi mumkin bo'ladi. Xo'p, lekin umumiy holatda qanaqa deydigan bo'lsanglar, bu narsani endi men hozir bitta 4 soatlikka olib o'tib ko'raman. 4 soatlik time frame'ga olib o'tadigan bo'lsak, order blok va mana bu nuqtadagi FEG'imizga demak narx o'zini reaksiyasini ko'rsatgan. Xo'p, equal low darajalariga juda chiroyli turibmiz. Agarda biz hozir yuqoriga bitta atkat bilan undan keyin pastga ketamiz deydigan bo'lsak, bizda qaysi nuqta bor? Buni meni avvaldan kuzatib keladiganlar biladi. Demak, mana bu nuqtada bizda wick bor. Wick. Xuddi shu wickda 50%, xuddi shu doji shamchamizni 50% biz uchun zona interes bo'lib berishi mumkin, ya'ni narx qaytarish mumkin bo'lgan pastga. Mana bunaqa ko'rinishda. Tushunarli? Lekin baribir mana bu nuqtalarda ham juda ko'p likvidliklar tashlab ketilyapti. Katta ehtimol bilan bu ham kelajakda yechilishi mumkin. No, hozirgi holatda menda umumiy ideya mana shu, mana 1 soatlik order blokimiz ham bor ekan, 4 soatlik wickimiz. Agarda atkat beradigan bo'lsak, mana shu nuqtalarga chiqib turib, undan keyin pastga qarab turib ketishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. GBP USD bo'yicha umumiy shunaqa holat va biza asosiy target nuqtamiz mana bu nuqta. Eslab qolinglar. Xuddi shu zonamiz, ya'ni 1.30-103. Xuddi shu ikkita teng minimum darajalarda yechilishini kutib qolaman. Barchaga sog'lik, salomatlik, barokatlik hafta tilab qolaman. Like bosib qolinglar. Kommentariyada o'zingizlarni fikringizni yozib qoldiringlar. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Rahmat hammaga. Keyingi demak ideyamiz How USD ga bo'ladi, ya'ni gold uchun bo'ladi. Uni ham o'tkazib yubormanglar.